Qari qiz ham xalq tabobatida ham zamonaviy tibbiyotda ishlatiladigan mashhur dorivor o'simlik. Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, qari qizning mijozi sovuq va quruq. Yangi barglari olovdan kuygan joyga eski toshma va qichimaga qo'yiladi. Xalq tabobatida o'simlikni ezib, temratgi, ekzema, yaralarga qo'yiladi. Ilmiy tadqiqotlarda o'simlik ekstraktlarining yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, antioksidant xususiyatlari aniqlangan. O'simlik yuza qo'llanilganda teridagi oziqlanishni yaxshilaydi. Klinik tadqiqotlarda qari qizning o'smirlardagi yallig'langan husnbuzarlarni davolashda samarali natija olingan. O'simlik preparatlari allergik kasalliklarni davolashda ham yaxshi natija bergan. Qadimgi tibbiyotda o'simlik qaynatmasi teri yorilganda, podagra va ishshasida qo'llaniladi. U og'iz hidlanishini ketkazadi. Bolgariya xalq tabobatida qaynatmani teri qichimasida mahalliy qo'llaniladi. Og'iz yallig'lanishda og'iz chayiladi. Damlama tayyorlash uchun 1 choy qoshiq o'tni 2 stakan qaynoq suvda damlanadi va kun davomida qo'llaniladi. Xalq tabobatida o'simlik qaynatmasi chipqon, toshmalar, raxitda va venerik kasalliklarda, shuningdek siydik haydovchi, surgi va qonni tozalovchi vosita sifatida ichiladi. Uzoq qabul qilinganda o'simlik yashartiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Qari qizning yangi barglari tanaga haroratni tushiruvchi vosita sifatida qo'yiladi. O'simlik kuchli virusga qarshi, bakteriotsid, yallig'lanishga qarshi, tuberkulozga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qari qizning Ripenaya masla nomidagi preparati boshdagi bitlarni o'ldiradi. Rus xalq tabobatida qari qiz barglarini mastopatiyada bog'lanadi. O'simlikning o'smalarga qarshi ta'siri aniqlangan. Faol moddalari prostata adenomasini davolaydi, spermatogenezni stimullaydi. Qari qizning yangi barglari yog' bilan birga og'rigan bo'g'imga yoki og'rigan boshga bog'lanadi. O'simlik tizza bo'g'imidagi yallig'lanishni davolaydi. Osteoklastlarning differensiatsiyasiga to'sqinlik qiladi. O'simlik minerallar almashinuvini yaxshilaydi.